Qaysi qonunga asosan? Aka, siz menga qonunni so'ramayman. Men o'zim Nimaga qonunni so'ramayman? Aka, siz davlat tashkilotida ishlaysizmi? davlat tashkiloti. Xo'p, menga shu qonunni keltirib bering. Agar shu kameraga men tushaman, men bir joydan chiqaman san. Kimsan sen menga? Rahbarlik haqqi beradi. Men shu yerda bo'lim boshlig'iman. Bo'lim boshlig'i? Yo'q, kimsan sen? Sen Rahbarlikni loyiq masalan hal qiladi. Meni haq huquqim bu. Meni kamera, men ruxsatimsiz oladigan yo'q. Yordamdamiz, aka. Qani Qanaqa qog'oz? Men Sizga bizni murojaat oshkorligini tekshirishga kim murojaat qilgan? Qaysi murojaat qilgan? Sizdan so'ramayman rahbar qanday bo'lishi kerak. Xo'pmi? Sizdan so'ramayman men rahbar qanday bo'lishi kerak. Ovoz bilan xohlagandek. Kamerani yig'ishtir, tushundingmi? Sana ovoz. Video kameralarni yig'ishtirib qo'yganda nima? Ko'chacha xalq olamiz. Men rahbar. Sen sekinroq gapiring. Yordam berasizmi yoki hamma fuqaroga shunaqa munosabatda bo'lasizmi? O'zi rahbarligi bo'lsa loyiq inson emas ekansiz. davlat tashkilotiga men egaman, shu yerga men javob kim bilan qanday muomala bo'lishi meni ishim. Baqirmang. Shu murojaat qilgan. aka. Men murojaat qilganini ko'rsating qani? Men o'z tonim shunday gapiradi. Shundoq gapirasiz. Men o'g'ayimman. Taqam qilmaysan men rahbarlikka loyiq emaslik. Darxonamga ishingga kirib kelyapsiz. Nima qilasiz? Tushundingmi? Nima qilasiz? Shu mansabga o'tirdi, shu aynidida shu tuman viloyat hokimlari. Shu mansab otiga o'tirdi, bo'ldi, xudo uradi bilan. O'sha xalq bilan bir tilla ish yo'q. Ani 11 ta telefoni bor viloyat tuman hokimini, 11 ta telefonni hammasi o'chiq. Yo'q, shu rahbarni shu maqtash ham bu poraga kiradi. Bu yalaqlik, bu xalq muloqot qilmasa, haqqa chiqadi, ijtimoiy tarmoqqa chiqadi. Ijtimoiy tarmoqqa chiqmay iloji yo'q. Nimaga ijtimoiy tarmoqqa chiqadi? Adolatsizlik bo'layotgani uchun. Xalqqa bir tinga olmayotgani uchun. Oyog'i yerdan uzilgani uchun. Qonuniy asosda to'g'ri tashkil etishga undamoqda. Shu sababli ham davlat organlari faoliyati to'g'risidagi ma'lumotlarni jamoatchilikka to'liq va tezkor yetkazish maqsadida ularning har birida matbuot xizmati ish boshladi. Aslida demokratik jamiyatda barcha davlat xizmatchilari ommaviy axborot vositalari bilan yaqin ijtimoiy hamkorlik qilishga o'rganishi kerak. O'rganmasak ertangi kunimiz, ertangi islohotlarimiz amalga oshmaydi. Shart o'rganishimiz. Ommaviy axborot hayotimizning ko'zgusi. Rost bo'lsang, ochiq bo'lsang, ularga hamma narsani aytgin. Mana shunday qilmoqchiman, mana shunday bo'ladi, mana u bugun, mana u ertaga. Qo'rqish kerak emas. Hamma narsani bir kunda yes qilamiz degan zamon o'tib bo'lgan. Qog'oz hamma narsani ko'tarayotgan zamon o'tib bo'lgan. Amal. Yaxshi rahmat, aka. Aka, Aspekt 24 axborot agentligidan biz. Ismim Sheriyor, familiyam Sherbotayev. Muxbirman, aka. Sheriyor ismim. Familiyam Sherbotayev. Sherbotayev, ha? Aspekt 24 axborot agentligidan muxbirman. Aka, jurnalistik surishtiruv o'tkazgani keluvdik. Hujjat bormi aka? Hujjatlaring Qanaqa hujjat, aka? kim bilan tasdiqlangan? Sog'liqni saqlash bilanmi? Kim bilan? Nimani so'rayapsiz? Qanaqa hujjat? Aka, menga o'sha hujjatning nomini ayting menga. Yo'q, siz jurnalistik surishtiruv o'tkazishingiz uchun aka, Ha? bizlarni vazirlik bilan yoki bizlarni respublika markazimiz bilan kelishilgan holatda kelishingiz kerak edi. Ha, yo'q. Qaysi qonunga asosan? Aka, siz menga qonunni so'ramayman. Men o'zim Nimaga qonunni so'ramayman? Aka, siz davlat tashkilotida ishlaysizmi? davlat tashkiloti. Xo'p, menga shu qonunni keltirib bering. Siz menga hujjatingizni bering, hujjat. Qanaqa hujjatimni beray? Mana o'zimning hujjatim bor, guvohnomam bor. Guvohnomani men ham qilganman. Menda ham guvohnoma bor. Bo'p, tabriklayman, aka. Nima qilishim kerak shunga? Menga qonun bilan belgilangan hujjatni keltirib bering siz. Siz talab qilyapsizmi, aka? Siz talab qilyapsizmi? Talab qilayotgan narsangizni bilishingiz kerak, aka. Qaysi qonunga asosanligini. Men sizni yaxshi tushunaman o'zim. Siz kim bo'lasiz, aka? Qilgani keldingizmi yo? Xo'p, Kelish uchun keldingizmi ishlaydi? Majburlashtirmoqchimisiz? majburlab? Nimani majburlab? Men birov xonadoniga kirayotganim yo'q. Ha, Davlat tashkilotiga kiryapman. aka, davlat tashkilotiga kirayotgan bo'lsangiz, kelishingizni ko'rsating siz. Qanaqa kelishuv? Menga o'shani siz, bo'pti, siz talab qilayotgan narsangizni menga keltirib bering, aka. Mana shu qonun bilan jurnalistik surishtiruv o'tkazadi. Yo Furqat Sanayev bilan, yo boshqasi bilan kelishilgan holatda keladi. Bizlarning ham respublikada matbuot boshlig'imiz bor, respublika. siz kimsiz o'zi? Men direktorman viloyat. Qanaqa direktorsiz? Ismingiz, familiyangiz bormi? Menga qarang aka, siz boshqa so'rab qilishga haqqingiz yo'q. Tushundingizmi?
Yo'q, familiyangizni ayting. Men siz so'radingizmi, aytdim. Respublikadan qo'yilgan direktorman men shu yerga. Yo, xo'p, ism familiyangiz bormi? Davlat tashkilotida ishlayapsizmi, aka? Bor, ism familiyam bor. Ayting bo'lmasa. Siz menga tashlang, o'z qaysi anoyiz bor, xatingiz bormi, boshqa Qanaqa xatim? Menga bak ko'ring. Qanaqa xatim, aka? Qanaqa xat? Nima haqqingiz bor siz kirishga? Men tushunmadim siz. Nimaga? Nima? Davlat rahbarining ochiqlik siyosatiga nima qarshimisiz? Hozirgi kunda davlat rahbari ommaviy axborot vositalarini 4-hokimiyat deb belgilab qo'yilgan, aka. Nima siz davlat rahbarining ochiqlik siyosatiga qarshimisiz? Men yaxshi bilaman aka. Men bilan Yaxshi bilsangiz nima tortishyapsiz men bilan? siz tortishyapsiz. Men tortishayotganim yo'q men. Men tortishayotganim yo'q. Xatingizni ko'rsating. Menga qarang, qonun aligindan konstitutsiyadan ustun turadimi shunda? Konstitutsiya belgilab qo'yilgan 81-moddasida. Hurmatingizni biling. Hurmatimni bilib turibman men. Siz hurmatingizni bilmaysiz. Kelib turib doim men kiraman, jurnalist siz nima haqqingiz bor edi? Nimaga haqqim bo'lmaydi, aka? Nimaga? Ommaviy axborot vositalari nima? Ya siz maqsad ayting. Davlat rahbarining ochiqlik siyosati, aka. Nima? Nima bo'yicha surishtiruv o'tkazishingizni bilishim haqqim bormi yo'qmi? Shu mashinalarni tekshiramiz, ko'ramiz. Soz holdami, yo'qmi? Haqqingiz yo'q mashinalarni tekshirishga. Nimaga haqqim yo'q? Qaysi qonunga asosan haqqim yo'q? Haqqingiz yo'q. Men aytdimmi, haqqingiz yo'q. Men qo'ymayman sizni. Qaysi qonunga asosan? Nimaga qo'ymaysiz? Nima qilasizmi? Tanishtirib Rosa, rosa. Tanishtirmaysiz. Siz Kimsiz? Siz kim bo'ladi? Mana shu yerda egasi. Egasiz. Egasiz? Qanaqa egasiz? Kadastringiz bormi? Mikrofoningiz bor. Kimman? Mikrofoningizni ol. Sansiramasdan gapiring. Mikrofoningizni ol. Sansiramasdan gapiring. Mikrofoningni ol. Sansiramasdan Men gapiring. xohlasam intervyu beraman, xohlamasam intervyu bermayman. Kelib gapiryapsiz, o'shangiz sizdan so'raymiz. Kimsiz? Kimsiz? Tushunmadim. Nima? Sansirashga nima haqqingiz bor sizni? Chig'inglar. Ha? Syomka qilma. Nimaga qilmaydi? Syomka bo'pti. Nima haqqingiz bor, aka sizni? Sizlar nima haqqingmi kamera? Bunday Hujjatingizni ko'rsatib, siz sekinroq Nima haqqim bo'lmaydi? Siz sekinroq gapiring. Siz sekin gapiryapsiz, to'g'ri? Mikrofon. Siz sekinroq gapiring. Mikrofon bizda. Alo. Bo'ldi, ber. Siz intervyu bermoqchimisiz? O'ylamoqchimisiz? Nimaga bo'lmasa, kelib gapiryapsiz. Chig'inglar. Bermasiz boring, nima bor? Sizni joyingizmi? Ha, men joy. Siz joyingiz kadastringiz ko'rsatib, to'g'ri? Hujjatingiz. Chig'inglar. Alo. Uni ko'rsatib. Assalomu alaykum, aka, yaxshimisiz? Ey ular qo'pol. Qashqadaryo viloyatiga tushdimmi? Davlat tashkilotidan chiqarib yuborishga haqqingiz yo'q sizning. Sizlar nima haqlaringiz bor davlat tashkilotiga? Ochiq Qanday siyosat. ruxsatsiz kirishlar? Ruxsatsiz kirishga? Qani? Kimdan? Ruxsatnomangizni ko'rsating. Qanaqa ruxsatnoma? Shu yerga kirib tekshirib o'tkazishga ruxsatnoma bormi? Yo'q, guvohnoma menga ham bor guvohnoma. Qani ko'rsating shu guvohnomangizni. Nima qilaman guvohnoma? Guvohnomangiz. Qanday qog'ozga buyruq bormi? Qandadir shu yerda Buyruq aka, qaysi tekshirish. qonunga asosan? Ye, bu yerda qancha narkotik saqlanadi, dori-darmon Yo'q, men kirib saqlanadi, bordim, nashrda narkotik. saqlanadi. Kim Kirib javob beradi bordimmi? yo'qolishiga? Kirib bordimmi? Kiraman yo'q sizga? Tashqarida saqlanadi narkotik dorilar vosita. Xonalar saqlanadi. Siz xonaga kirmoqchimisiz? Xonalarga Mana koridorni ko'rayotganmisiz, bemalol koridorga yuravering. Bo'lmi? Turimiz. Bu narsaga turavering. Men xonaga kirgan qo'ymayman. Qo'ymaysiz? Ha, qo'ymayman. Kimsiz siz? Mana shu yerda bo'lim boshlig'iman. Bo'lim boshlig'i, Ha, hujjat. men javob beraman. Men hujjatni ko'rsatmayman. Siz kimsiz? Sizga men hujjat ko'rsataman. Siz kimsiz? siz? Men bo'lim boshlig'iman shu. Bo'lim boshlig'i. Yo'q, bo'pti, hamma keltirib bo'lim Yo'q, siz boshlig'i. kimsiz? Men sizga hujjat ko'rsataman. Bizni ko'rsatdik. Siz baqiryapsiz. Siz yeshingiz, men darxonamga yeshingga kirib kelyapsiz. Davlat tashkiloti. Men javob beraman bu tashkilotga. Davlat tashkilotigami? Xususiy tashkilot emasmi? Yo'qolgan dori-darmon planshet uchun kim javob beradi? Qani yo'qolgan dori-darmon? Qani shuncha odam Siz kimsiz? Siz qanday huquqingiz bor bu yerga kirib kelishga? O'yin bilasizlarmi? siz qonunni bilmaysizmi, aka? Ha? Siz rahbarimisiz bu yerda? Men rahbarim. Siz sekinroq gapiring, siz sekinroq gapiring menga. Unaqa nervsiz qilib ovozingizni ko'tarmang unaqa. Siz sekin gapiring. Men bilan. Men o'z tonim shunday gapiradi. Shundoq gapirasiz. O'zi rahbarligi bo'lsa loyiq inson emas ekansiz. Sag'al qilmaysan men rahbarlikka loyiq emas deysiz. Sansiramasdan gapir. Yo'q, kimsan sen? sen- Rahbarlikni loyiq emas deb hal qiladigan. Baqir. Ha? Baqir. Kimsan sen menga? Rahbarlikni hal qilib beradi. Ha? Menga unaqa narsa qilmang. Qiling, aka. Menga unaqa baqir. Yordamga shu xodim jo'natib yuboring, aka. Bu yerda inson bilan men mana mas'ul xodimman debasiz. Nima qilish kerak? Tumanga, Qarshi tumaniga. Bu qonun doirasida javob beradi. Qo'pollik kelasiz, boshqa qo'lga shu sal o'zingiz bosib olgan bilan. Siz jurnalistsiz, surishtiruvga hech kimni to'sqinlik Hatta qiling jurnalistni. Ko'chayapman. Xohlamayman ko'chada qiling. Lekin bu davlat tashkiloti. Bu yerga men javob beraman hamma narsasi uchun.
Qaysi qonunga asosan O'shanga siz mumkin emas deb qo'yilgan. surishtiruv Davlat qilasiz. tashkilotiga kelib Süleyman sudga berish. Jurnalist- Qaysi qonunga asosan, qaysi narsa bo'yicha Sudga Yerga berish. yozilgan jurnalistga xohlagan odamdan kelib sudga olish kerak. Mani o'z Davlat tashkiloti konstitutsiya ishlayapsizmi? belgilab qo'ygan. Men xohlasam tashkilot ovoz javob beraman, xohlasam javob bermayman. Konstitutsiyada bilasizmi? 81-moddani bilasizmi? Nima yozilgan 80? Hop, siz bilasizmi? Men o'zim haq-huquqimni bilaman. Jurnalistik surishtiruvni o'tkazishga Jurnalist davlat haqqi tashkilotlarida hech huquqi kimning haqqi yo'q. Qani qanaqa qog'oz asosiy? Qani qog'oz? Qanaqa qog'oz? Men Sizga bizim o'rtaga murojaat qo'yamiz. Hujjat bormi? oshkor O'zidan qilmaymiz. o'zga tekshirishga kim aytyapsiz? Oshkor Kim qilmaymiz. yozgan? O'sha yozgan kim? 19-moddasi yozib Hujjat qo'ygan. kerak. Berga o'zidan o'zi kirib karvonsaroyda to'g'ri kelgan odam kirib tekshirib Biz ketadi. davlat To'g'ri kelgan tashkiloti- odam Bitta mikrofon bilan Davlat bitta kamera tomonidan bu odam ishlab oladi. Davlat tashkilotidan oylik olsinmi? Hujjat ko'rsating. Men davlat tashkilotidan Qonunga olib bo'ysunasizmi? Siz tanishtirib yuboring, aka. Shuncha paytdan beri tortishyapsiz. Kimligingizni tanishtirib yuboring. Tanishtirmayman. Nimaga tanishtiryapsiz, aka? Siz nimaga Nimaga tanishtirishni? tortishyapsiz bo'lmasa? Nimaga tanishtirishni? Siz kimsiz? Men aytaman, mana shu bo'lim boshlig'iman. Faningiz bormi? Yo'q, nimaga tanishtirishim kerak? Kimsiz? Mana sizlar kimsizlar? Men sizlarga o'zimni tanishtirishim kerak, dalillarni aytishim kerak. Biz o'zimiz Kimsizlar? Kim bilasizlar kim? Tanishtirib- Balkim niqobosdagi kelayotgandirsizlar mana. Qanaqa niqobosdi? Bilmayman. Noqonuniy bo'ladigan bo'lsa o'zimiz javob berib olamiz. Bu noqonuniy biz qanday javob beramiz? Men sizga Bir aytaman. ikki qiling bo'lmasa. Bo'l, dispetcherga ayting, bir ikki qilsin-da. 102 qiling bo'lmasa. Kelsin. Nima haqlaring bor sizlar men tekshirish kerak. Assalomu alaykum. Agar men kamera olgan bo'lsam, shu kamera bilan ko'rsataman senga. Ya unaqa gruzada ne olgan? Mani haq-huquqim bu. Mani kamera, men ruxsatimsiz oladigan yo'q Tibbiy bola. yordamdamiz, opa. Sekiroq gapiring, sen sekiroq gapiring. Ovoz bilan xohlaganimga. Bu davlat tashkiloti. Davlat tashkiloti men egaman, shu yerga men javob beraman. Shu xonalar, dori-darmon yapsan, shu yerga ham xodimlarga ham men javob beraman. Sen sekiroq gapiring. Sen nima bilan Bu shunaqa. Ha, 5 kelma ber. Qarindor rahbarlik. Ha, besh kun. Loyiq bundan nima qiling? Men sizdan so'ramayman rahbar qanday bo'lishi kerak. Bo'pmi? Sizdan so'ramayman men rahbar qanday bo'lishi kerak. Sen sekiroq gapiring. Qulog'im yaxshi jurnalist. Bu eshitadi o'zim bilan. Boshlig'iman, boshlig'iman deb o'zini tanishtirmayapti. Haqirmasdan gapiring, qulog'im kar emas. Men o'zimga javob Qulog'im kar emas. Ha, doktor Fulxon, ha. Nima farqi bor sizga? Siz fuqarolarga Nima yordam siz berasizmi kimsiz? yoki Siz sudga berasiz. hamma fuqaroga shunaqa Bu meni munosabatda ishim. bo'lasizmi? Bu meni ishim. Men shaxsiy ishimga aralashmayman. Ishingiz Bu meni ishim. Shaxsiy ishimga aralashmayman. shaxsiy ishingiz emas. Men kim bilan qanday muomalada bo'lishim, bu meni ishim. Davlat Kim ishi. bilan qanday muomalada Davlat bo'lishim ishi. meni ishim. Baqirmayman. Tushundingizmi? Meni ishim bu. Kim bilan qanday muomalada bo'lishim. Kamerani yig'ishtir, tushundingmi? Sana ovoz. Yo'q, qo'li tegmaydi. Agar shu kameraga men tushaman, men bir joyga chiqaman san. Nima qilasiz? Tushundingmi? Nima qilasiz? Nima qilasiz? Bunaqa qo'pollash. Nima qilasiz? Janjal kerak emas. O'tib chiqib ketsinmi? Chaqiring shu guruhni. Chaqir. Men chaqira qolay, opa. O'zingiz chaqirasizmi? Guruhni chaqiraman. Guruhda ham yo'qmi? Tergovchilar, operlar yo'qmi? Oper nima? Kelish kerak edi. Kelish kerak edi. Baqir chaqir qilib bizga sapchib ketyapti-yu. Sapchib ketyapti-yu. Kursa aka, ko'rsatib qo'yaman uradigan bo'lsa. Kameralarga yig'ishtirib qo'yganda chiqdi. Nima? Ko'chacha hal qilib olamizmi? Sizlar ko'cha shunaqa hal qilasizlarmi? Men ko'cha shunaqa. Ko'chaga ko'chacha hal qiladi. Yo'q. Davlat tashkilotligi uchun Bo'ldi, davlat tashkilotidan oylik olasizmi? Davlat ko'cha gaplashayotganim yo'qman. Sizlarni gaplashyapman. Men sizlarga gaplashayotganim yo'q. Etik estetika qoidalarini bilasizmi? Men bular bilan gaplashyapman, sizlar gaplashmayapman. Xo'p, sizlar gaplashmayapman. Siz aralashmayapsiz. Qanaqa shevada? Men sizni shevangizga yo boshqa narsangizga gapirmadimmi? Men o'zimni tilimda gapiryapman, maylimi? Men nima tushunmayapsizmi gapimni? Ruscha gapiryapman. Shevada gapiryapsiz. Shevada Farqi bor shevada gapiryapsiz. Shevada gapirilmaydi. Nimaga gapirilmaydi shevada? Hozir adabiyot Qaysi qonunda yozib qo'yibdi? Ha, okey. Men rosa siz qonunni bilar ekansiz, rosa bir tanqid qilishni bilar ekansiz, okey. Tushunmadim. Nima haqqingiz bor sizni haqorat qilishga? Ha? Qayerda ko'rdingiz meni terpiylarni? Chegaradan chiqmang.
Mana ko'ryapsizlar mana. 103 xodimlari mana jurnalistlar kelsa terpillaga chiqar ekan mana. Terpillaga ham chiqib qoldik mana Qashqadaryo viloyatida. Mashinalar, avtomashinalar, tegishli apparaturalar ishlayaptimi, yo'qmi? O'shalar masalan shofir yoki feldsher biladi-ku, to'g'rimi? O'zini mashinasi o'ziga biriktirilgan mashinani biladi, to'g'rimi? O'sha bo'yicha ko'ramiz mana. Ommaviy axborot vositalaridan kelyapti aka, to'g'rimi? Yo'q, o'zi tanishtiryapti. Mana qarang, sog'liqni saqlash vazirligidan bitta xodim bo'lsin bo'lyapti. Mana asos. Vazirlikdan kelsa, sog'liqni saqlash vazirligi bo'ysunadi. Mashin apparaturani ko'rish uchun o'sha apparaturaga javob beradigan, tushunadigan bir shaxs bo'lsin. Apparaturani sizlar xodimlaring tushunmaydimi? Sizlar xodimlar tushunadi, sizga ko'rsatmaydi. Ya nimaga Siz ko'rsatmaydi? kimsiz? Siz kimsiz? Aka, men necha marta tanishtirishim kerak o'zi. Necha marta siz o'zingiz tanishtirdingizmi? Ha, siz Mana kimsiz? shu yerda bo'lim boshlig'i. Xo'p, ism familiyangiz bormi? Men emas, sizga o'zim tanishtirdim. Siz kelyapsizda so'rang. Men sizdan bor so'rab. Boshlig'i bo'lsa o'zini tanishtirmaydimi? Siz so'rab ko'ringmi, komandir, siz so'rangchi, tanishtirarmikan o'zi? Men Qarshi tuman tez yordam bo'lim boshlig'i Zafar Nabiyev. Aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Ismim Sheryor, familiyam Sherbo'tayev. Maxsus muxbirman. Tanishtiring. Inspektor axborot agentligidanman. Murojaat tushgan. Murojaatlar yuzasidan surishtiruv olgandim. Endi murojaatlar siz ko'ramiz. To'g'rimi yoki noto'g'rimi? O'sha bo'yicha jurnalistik surishtiruvga kelganmiz. Murojaatchini aytish kerak. Murojaatchini Murojaatchi saqlanadi. aka, jismoniy va yuridik shaxslar to'g'risidagi qonunning 19-moddasida yozib qo'yilgan. Fuqarolarning murojaati sir saqlanadi. Chunki uni xavfsizligi birinchi o'rinda. Boyimada yetyaptilar. Qani murojaatchi, qani bo'g'ilyapti. Kimdir? Bu bunaqa agarda murojaatchini so'rab bunaqa bo'g'iladigan bo'lsa, Aka, qonun bilan belgilab qo'yilgan, uni qonunni biz chiqarmaganmiz. Qonunni o'zi tegishli tashkilotlar, tegishli odamlar chiqargan. Uni xavfsizligicha u. Sizga qanaqa qilib ishonaman butun xonalarni ochib ko'rsataman. Tanqid albatta kerak. Mana tanqid bo'layapti, xulosa ham bo'layapti. Lekin biz hammamiz izlanishda biz, o'rganishda biz, yangi O'zbekiston quryapmiz. Bir-birovimizga tayanib, birdek anglashimiz kerakki, xalqimizni rozi qilishimiz kerak. Hamma yo'nalishlarimiz, hamma fikrlarimiz bir bo'lsa, ana shunda natija ham mutlaqo boshqacha bo'ladi.